Akam singliz bilan dam olishga ketibdi chet elga. Zo'r-ku. Yaxshi borib kelishsin. Ha? Siz gapimni tushunmayapsizmi? Ular asal oyiga xorijga bir haftaga ketishibdi. Mana esa burnimizni tagidagi toqqa ham bormagansiz, bilasizmi? Mubish. Boramiz shu toqqa ham, shu xorijga ham chiqarmiz. Sekin-sekin bo'ladi-da hammasi. Sekin-sekin. Qaraganda Mubina, jonim. Ishlarim mana endi yurishni boshladi. Xabaring bor. Firmamizda kichkina bo'limga bo'lim boshlig'i qilib qo'yishdi. Ko'rding-ku, mana endi oyligim asta-sekin oshishni boshladi. Bo'ladi hammasi sekin-sekin. qanchaga? Atigi 1 milliongami? Bilasizmi, mana akam qancha pul topgan? Million, milliardlab pul topganlar. Siz yoshingizda. Tushunmayapman. Sizchi, siz qachon shunaqa topasiz? Senga oldin ham aytganman. Mani akang bilan tenglashtirmagin deganman-a? Siz o'zi hech qachon akamdaqa bo'la olmaysiz.